Qo'limda Blackview Tab 15 Pro plansheti birinchi ko'rinishda o'z narxiga mos byudjet va sifatli planshetga o'xshaydi. Rostdan ham shunaqamikan yo'qmi, videoni oxirida bilib olamiz. Lekin bu planshetda sizni hayron qoldiradigan jihatlar ham bor, masalan, unboxingni o'zida. Korobkani ochishimiz bilan bizni shunchaki planshet emas, chexoli bor planshet kutib oladi. Chexol qanaqadir arzon sifat emas, materiallari sifatli, ko'rinishi ham chiroyli. Ko'pchilik brendlar komplektga balo ham solmagan paytda bu albatta katta plyus. Chexolimizdan uchburchak yasab buni chetga olib qo'yamiz. Bu yerda yana Type-C sim, 18 vatlik quvvatlagich, manual va uchi boshqacha bo'lgan stilus, slot uchun skripka va hattoki himoya shishasi ham bor. O'zi planshetga himoya plyonkasi zavoddan o'rnatilgan. Yarim yil ishlatganingizdan keyin plyonkangiz qirilib ketsa, uni himoya shishaga almashtirishingiz mumkin. O'zi bunday qilib olganda qurilmangiz sinib, uni tez almashtirishingiz ko'p kompaniyalarga foyda, lekin Blackview'dagilar chexol bilan himoya shisha qo'ygani sal bo'lsa ham tahsinga loyiq. Korobkaning ichidagi barcha narsani oldik. Endi planshetni tashqi ko'rinishi haqida gaplashsak. Planshet 3 xil. Bizdagi kul rangdan tashqari kumush va ko'k ranglar ham bor. Ko'rinishi minimalistik. Bunday qurilmani olib yurish qanchalik qulay. Og'irligi 525 gramm, ingichkaligi 7.3 mm. Odatiy planshetlardan biroz yengilroq. Uzoq muddat ko'tarib yursangiz ham og'irligi bilinmaydi. Agar noutbuk bilan solishtirsak, ancha yengil. Planshetning korpusi metalldan qilingan, shuning uchun qo'lda ushlash yoqimli va bu yerda 4 ta stereodinamiklar ham bor. Haqiqatdan 4 ta dinamik. Biz ham avvaliga ishonmagandik, lekin hozir buni tekshirib ko'ramiz. Simli quloqchinlar muxlislari uchun planshetning burchagiga 3,5 mm lik razyom qoldirilgan. Bundan tashqari ikkita sim karta yoki bitta sim va 1 terabaytgacha fleshka o'rnatish mumkin. Lekin barmoq izi skaneri yoki klaviatura ulaydigan magnit afsuski yo'q. Displey yoqilganda e'tibor ramkalarga tushadi. Planshetning ekran ramkalari ja katta emas, lekin iPadlardan keyin masalan biroz xunuk ko'rinadi. Solishtirish albatta adolatli emas, lekin shunchaki sezgan narsa. Ekranning o'zi katta, Full HD+ IPS matritsa. Ekranga juda yaqindan qaraganda piksellar bilinadi. Operatsion tizimi bu yerda Android 12 ustida qurilgan Dock OS. Bu Blackview'ning tizimi va boshqa bir Androidlarga qaraganda katta farqlar yo'q. Ortiqcha dasturlar yo'qligi uchun katta respekt. Faqat ofisda ishlaydiganlar uchun oldindan WPS Office paketi tayyor qilib qo'yilgan. Planshetning ishlash tezligi juda ham zo'r deb ayta olmayman, lekin o'ta yomon ham emas. Protsessori Unisoc T606, operativ xotirasi 8 GB, yana 6 GB virtual xotira qo'shilishi mumkin. Qanchalik tez ishlashini PUBG o'ynab qaraydigan bo'lsak, o'rtacha nastroykalarda o'zini yaxshi ko'rsatadi. Maksimal nastroykalarda esa 30 FPS gacha chiqishi mumkin. Unchalik ham mazza qilib o'yna olmaysiz. PUBG o'ynayotgan payt yana bir noqulaylikni sezdim. Agar ikkita barmoq bilan birdaniga bossangiz, personaj boshqa tomonga qarab ketadi. Displeyda multitouch bo'lishiga qaramasdan, u o'yinga moslashmaganga o'xshaydi. Qotmasdan o'ynasa ham bu jihatlar noqulay. Lekin ofis ishlari, YouTube'da video ko'rish uchun planshet ancha qulay. Doimiy xotirasi 256 GB, planshetga bunaqa xotira bemalol yetadi. AnTuTu va throttling testlaridagi natijalar ham yomon emas. Faqat throttling testning gluklar sababli oxirigacha qila olmadi. 8200 mAh akkumulyatori odatiy foydalanishga 1 kunga yetadi. Ya'ni ozgina o'yin o'ynab, ozgina video ko'rib, asosan ofis ishlarini qilib, matn yozsangiz 8-12 soatgacha ishlab beradi. Faqat video ko'rib, o'yin o'ynasangiz 3-6 soat. Esingizda bo'lsa, komplektida stilus ham bor. Stilusning mana bunday magnitli qopqog'i bor. Uchi esa o'zgacha. Planshetning o'zidagi multitek bloknot dasturida stilus bilan nimadirlar yozish, chizishingiz mumkin. Stilusni juda ham sifatli deb bo'lmaydi, lekin planshetning narxiga nisbatan yomon emas. Eng qizig'i bu kamera. Planshetning kamerasi haqida gapirishdan oldin sizga savol. O'zi planshetga kamera kerakmi? Bu kim? Kameradan foydalanadimi yoki yo'qmi? Albatta izohlarda yozib qoldiring, chunki men planshetning kamerasidan umuman foydalanmaganman. Faqat old kamerasi. Blackview'ning asosiy kamerasi 13 megapiksel, selfie kamerasi esa 8 megapiksel. Wow deydigan darajada rasm videolar chiqarib bo'lmaydi, lekin hujjatlarni rasmga olsangiz hamma yozuvlar yaxshi ko'rinadi. Video oladigan bo'lsak, tez harakatlanadigan jismlarni olishga qiynaladi. Stabilizatsiyasi yo'q desa ham bo'ladi. Lekin planshetlarning kamerasi video chatlar uchun kerak nazarimda va bu vazifa uchun sifati yetadi. Blackview Tab 15 Pro da yana kompyuter rejimi ham bor. Sozlanmalar orqali bu funksiyani
yoqib qo'ysangiz, xuddiki kompyuterdan foydalangandek bo'lasiz. Bemalol ekranda bir nechta dasturni ochish mumkin. Ssenariy, matnlar, maqolalar yozish uchun juda qulay funksiya. Planshet zo'r emas-u, lekin uni yomon deb aytishga til ham bormaydi, chunki u qimmat emas. Xotirasi 256 GB, 4 ta seriya dinamiki bor, displey katta, kompyuter rejimi ham bor. Ofis ishlarini qiladigan yoki shunchaki planshetdan foydalanmoqchi bo'lgan odam uchun hamma afzalliklari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, mutlaqo o'zini oqlaydi. AliExpressda o'rtacha $108-200 bo'lsa, O'zbekistonda musaffo osmon solig'i bilan qimmatroq bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, 2023-yil uchun normal byudjet planshet. Bu esa paka-paka edi. Sizlar bilan Setora bo'ldi. Hammaga xayr.